Assalomu alaykum, hurmatli mutaxassislar. Navbatdagi mavzuyimiz tashish paytida katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalariga hamda ularning jihozlariga qo'yiladigan texnik talablar haqida bo'ladi. Umumiy qoidalar. Mazkur qoidalar O'zbekiston Respublikasining avtomobil yo'llari to'g'risida va yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida mulkchilik shaklidan qat'iy nazar umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash hamda uni muvofiqlashtirish tartibini belgilaydi. Og'ir vaznli va katta hajmli yuklarni avtomobil transportida tashishga ruxsatnoma berish tartibi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tartibga solinadi. Avtopoyezd bu tirkama ulangan mexanik transport vositasi. Katta hajmli yuk deyilganda o'lchamlari, balandligi, kengligi yoki uzunligining birorta ko'rsatkichi ularning O'zbekiston Respublikasi hududidagi avtomobil yo'llarida tashishda mazkur qoidalarda bayon etilgan me'yoriy o'lchamlardan katta hajmli transport vositasi bu yuklangan yoki yuksiz holda o'lchamlari, balandligi, kengligi yoki uzunligining birorta ko'rsatkichi ularning O'zbekiston Respublikasi hududidagi avtomobil yo'llarida harakatlanishi uchun mazkur qoidalarda bayon etilgan me'yoriy o'lchamlardan katta bo'lgan transport vositasi. Kuzatuvchi maxsus avtomobil tashish yo'nalishida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida yukli avtomobilni kuzatib boruvchi Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining patrul avtomobili. Mahalliy tashuvchi qonunchilik asosida o'zi egalik qiladigan avtotransportda yuklarni tashishni amalga oshiradigan O'zbekiston Respublikasining yuridik yoki jismoniy shaxsi. Maxsus avtomatlashtirilgan o'lchash vositasi bu metrologik tekshirishdan o'tgan, foto va video suratga oluvchi, avtomatik rejimda ishlovchi avtotransport vositalarining turi, rusumi, ro'yxatdan o'tgan davlat raqami belgisini, vazn va gabarit parametrlarini qayd etuvchi sertifikatsiyalangan maxsus nazorat o'lchash texnik uskunasi hisoblanadi. Maxsus ruxsatnoma O'zbekiston Respublikasi hududida kelishilgan aniq yo'nalish bo'yicha katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni tashishga huquq beruvchi hujjat. Maxsus ruxsatnoma avtomobil yo'liga amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda egalik qiluvchi yuridik shaxs tomonidan bir martali yoki ko'p martali tashuv uchun beriladi. Og'ir vaznli yuk vazni ularni O'zbekiston Respublikasi hududidagi avtomobil yo'llarida tashishda transport vositasining g'ildirak o'qiga tushadigan og'irligi mazkur qoidalarda bayon etilgan me'yoriy miqdorlardan ortiq bo'lgan yuk. Tashishga ruxsat beruvchi tashkilot katta hajmli va og'ir vaznli yuklar bilan avtotransport vositasida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida harakatlanishga ruxsat beruvchi va harakatlanish yo'nalishini belgilovchi, yo'llarga egalik qiluvchi yuridik shaxs. Tashishni kelishuvchi tashkilot deganda katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni tashish yo'nalishidagi avtomobil yo'llariga, sun'iy inshootlarga yoki aloqa yo'llari, ya'ni ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar, temir yo'l kesishmalar va boshqalarga egalik qiladigan yoki ular balansida bo'lgan yuridik shaxs, shuningdek, harakat xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tushuniladi. Yuk tashish transport vositalarining yuk bilan harakatlanishi. Yuklarni avtotransportda xalqaro tashish. Yuklarni O'zbekiston Respublikasidan tashqariga yoki tashqaridan mamlakat hududiga tashish. Shuningdek, mamlakat hududidan tranzit tashish. Yuklarni avtotransportda mahalliy tashish. Yuklarni O'zbekiston Respublikasining davlat chegaralaridan chiqmagan holda tashish. Himoya qiluvchi avtomobil bu katta hajmli va og'ir vaznli yukni transport vositasida tashishni kuzatib borish va xavfsizligini ta'minlash uchun yukni tashuvchi yoki jo'natuvchi tomonidan ajratilgan avtomobil. Chet el tashuvchisi qonunchilik asosida o'zi egalik qiladigan avtotransportda yuklarni tashishni amalga oshiradigan xorijiy yuridik yoki jismoniy shaxs. Mazkur qoidalar katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni tashishda foydalanadigan transport vositalarining texnik holati,
jihozlanishi va qo'shimcha jihozlari hamda ularning harakatlanishida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha asosiy talablarni belgilaydi. Mazkur qoidalar hajmlari va og'irlik xususiyatlari bo'yicha amaldagi davlat standartlarida ko'rsatilgan me'yorlardan yuqori bo'lgan va yo'l harakati qoidalarida belgilangan o'lchamlardan katta bo'lgan transport vositalarida yuk tashishni tartibga soladi. Ushbu qoidalarga 1 va 2 ilovalarda ko'rsatilgan o'lchamlarning birortasidan yuqori o'lchami bilan farq qiladigan transport vositasi katta hajmli va og'ir vaznli hisoblanadi. Avtotransport vositasining gabarit o'lchamlari haqiqiy ko'rsatkichlari chiziqli o'lchash asbobi yordamida, to'liq massa va o'qqa tushadigan og'irligi esa turg'un yoki ko'chma turdagi avtomobil tarozilari yordamida yoxud maxsus avtomatlashtirilgan o'lchash vositalari orqali harakatlanishi paytida aniqlanadi. Chiziqli o'lchash asbobi, shu jumladan maxsus avtomatlashtirilgan o'lchash vositalari va avtomobil tarozilari soz holatda bo'lishi va sertifikatlariga va metrologik tekshirish o'tkazilganligi to'g'risidagi davlat tamg'asiga ega bo'lishi kerak. Vazn va hajm parametrlarini aniqlashda o'lchash asbobining avtotransport vositalarini to'xtab turgan yoki 5 km/soatgacha tezlik bilan harakatlanayotganda 5%, 5 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanayotganda 10% farq bilan ishlashiga yo'l qo'yiladi va u yuk tashuvchi foydasiga talqin qilinadi. Agar tashiladigan yukning gabarit o'lchamlari va uning vazni belgilangan ko'rsatkichlardan o'ta yuqori bo'lganligi yoxud avtomobil tarozilari maxsus avtomatlashtirilgan o'lchash vositalarining yo'qligi sababli O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarida avtotransport vositasining umumiy massasini va o'qlarga tushadigan og'irligini aniqlashning imkoni bo'lmaganda zarur bo'lgan parametrlar tovar transport hujjatlarida ko'rsatilgan ma'lumotlar asosida aniqlanishi mumkin. Katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashish, ularni bir necha qismlarga bo'lish va boshqa transport vositasi bilan tashish imkoni bo'lmagan holdagina amalga oshiriladi. Transport turini tanlash, katta hajmli yoki og'ir vaznli uskuna yoki mahsulotni tayyorlash uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqish bosqichida amalga oshiriladi. Hisob-kitoblarda avtomobil yo'llari, sun'iy inshootlar, temir yo'l kesishmalari va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari bilan bog'liq bo'lgan sarf xarajatlar hisobga olinadi. Yo'l harakati qoidalari va mazkur qoidalar talablarini bajarmaslik natijasida yo'l va sun'iy inshootlarga zarar yetkazilsa, yuk tashish amalga oshirayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs va transport vositasining haydovchisi amaldagi qonunchilik bo'yicha javobgarlikka tortiladilar. Texnik ko'rsatkichlari katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni tashishga mo'ljallanmagan transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Transport vositalarida tashilayotgan katta hajmli yuklarni mustahkam tutib turish uchun mo'ljallangan barcha moslama va qurilmalar suriladigan qilib tayyorlangan bo'lib, katta hajmli yuk ortilmagan vaqtda transport vositasining gabarit o'lchamlari belgilangan talablarga javob beradigan holatda bo'lishi kerak. Katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni tashishni amalga oshirayotgan transport vositasining texnik holati yo'l harakati qoidalariga, ishlab chiqaruvchi korxona hamda mazkur qoidalar talablariga javob beradigan bo'lishi kerak. Avtopoyezd harakatlanayotganda tirkamaning yon tomonlariga tebranishi tortuvchi avtomobilga nisbatan har bir tomon uchun gabarit o'lchamlaridan 3% dan oshmasligi kerak. Avtopoyezdni to'xtatish tizimi tortuvchi avtomobilning to'xtatish pedalidan ishlashi kerak va to'xtatish kuchi uning bo'linmalari bo'yicha shunday ta'minlanishi lozimki, bunda avtopoyezd to'xtash paytida yig'ilish holati ro'y bermasligi kerak. Tirkamalar bilan ishlash uchun mo'ljallangan tortuvchi avtomobilning tirkama va yarim tirkama bilan bog'lovchi uskunalari uzilganda, ularda to'xtatib qoluvchi ishchi yoki avariya moslamalari bo'lishi shart. Tortuvchi avtomobildan ajratilgan yuklangan tirkama va yarim tirkamalar 16% qiyalikda ham mustahkam turishini ta'minlovchi moslamalar bilan jihozlanishi hamda harakatlanishda ularning barcha g'ildiraklariga ta'sir etuvchi tortuvchi avtomobil bilan bog'lovchi qismi uzilganda o'z-o'zidan to'xtatishni ta'minlovchi ishchi to'xtatish tizimi bo'lishi shart. Og'ir vaznli yuklarni tashishga mo'ljallangan avtopoyezdning har bir bo'g'inida kamida 2 tadan to'xtatish
ponasi bo'lishi kerak. Avtomobil kabinasi chap va o'ng tomondan orqani ko'rsatuvchi ikkita ko'zgu bilan jihozlanib, bu ko'zgular tashilayotgan yukning hajmlarini hisobga olgan holda gorizontal va vertikal tekisliklarning yetarli darajada ko'rinishini ta'minlashi kerak. Orqa tomonni ko'rsatuvchi ko'zgular avtomobil o'qiga parallel yo'naltirilgan 20-25 kg bilan ta'sir qilganda oldi va orqa surilishini ta'minlovchi moslamaga ega bo'lishi kerak. Uzunligi 6 metrdan ortiq bo'lgan transport vositalari, shuningdek tortuvchi avtomobillar belgilangan tartibda yon tomonidan burilishni ko'rsatuvchi chiroqlar bilan qo'shimcha ravishda jihozlangan bo'lishi kerak. Tirkama va yarim tirkamali yuk avtomobillari kabinasining ustki o'rta qismiga avtopoyezd haqida ogohlantiruvchi ichi yoritiladigan teng tomonli sariq rangdagi belgi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Avtopoyezdni belgilash uchun kabina ustki qismiga gorizontal joylashgan sariq rangli 3 ta chiroq o'rnatish mumkin. Tirkama va yarim tirkamaning orqa tomoniga 2 ta qizil rangdagi yorug'lik qaytaruvchi moslama o'rnatiladi. Ularning har biri teng tomonli uchburchak, tomonlari 150 mm dan 200 mm gacha shaklda bo'lib, uchlari yuqoriga qaratilgan holda kenglik bo'yicha tashqi hajmdan 0.4 metrdan ortiq bo'lmagan masofada o'rnatilishi kerak. Tirkama yoki yarim tirkamaning oldingi devorida yumaloq shakldagi ikkita, diametri 0.2 metrgacha, tashqi hajmdan 0.115 metrdan ortiq bo'lmagan masofada oq yorug' qaytargich o'rnatilishi kerak. Transport vositasining oldi yoki orqa tomonining hajmidan 1 metr chiqib turgan yoki kengligi bo'yicha oldingi yoki orqa hajm chiroqlarining tashqi qirralaridan 0.4 metrga chiqib turgan yuk kunduz kuni orqa va oldidan ogohlantiruvchi taxtacha yoki bayroqchalar bilan belgilanadi. Ular diagonal bo'yicha kengligi 50 mm bo'lgan qizil va oq chiziqlar bilan ketma-ket chizilgan bo'lishi kerak. Tungi vaqtda esa yoki ko'rinish masofasi yetarli bo'lmagan sharoitda yorug'lik qaytaruvchi moslamalar va chiroqlar o'rnatilgan bo'lishi kerak. Uzunligi va kengligi bo'yicha transport vositalari belgilangan talabga javob bermasa, bunday transport vositalarining barchasi yuqorida bayon qilinganidek jihozlanishi kerak. Balandligi yo'l sathidan 4.5 metr va undan ortiq yuklarni tashish vaqtida yukli transport vositasining oldida harakatlanayotgan himoya qiluvchi avtomobiliga bitta yoki ikkita ogohlantiruvchi sariq rangli chiroqcha o'rnatilishi mumkin. Bu chiroqlar tungi vaqtda yoki ko'rinish yetarli bo'lmagan sharoitlarda yoqiladi. Chiroqchalar tashilayotgan yuk hajmining yuqori chegarasidan 5-10 cm baland qilib o'rnatiladi va ular asosiy tortuvchi avtomobil haydovchisiga ko'rinib turishi kerak. Avtopoyezdning uzunligi 20 metrdan ortiq bo'lsa, transport vositasining orqa tomoniga maxsus taxtacha o'rnatiladi. Unda avtopoyezdning haqiqiy uzunligini ko'rsatuvchi yozuv bo'lishi kerak. Yuk tashiyotgan avtomobilga himoya qiluvchi, shatakka oluvchi va itaruvchi avtomobillardan tashqari texnik ta'mirlash uchun zarur bo'lgan qo'shimcha maxsus transport vositalari, ya'ni chilangarlik ustaxonalari, avtoko'targich va boshqalar ajratilishi mumkin. Og'ir vaznli yuklarni tashuvchi transport vositalarining sun'iy inshootlardan o'tishi yo'l tashkilotlari tomonidan mazkur qoidalar talablariga asosan belgilanadi. Yo'l tashkilotlari 30 tonnadan kam og'irlikka mo'ljallangan barcha sun'iy inshootlar oldiga belgilangan tartibga asosan chegaralangan og'irlik ogohlantiruvchi yo'l belgisini o'rnatishi kerak. Agar transport vositasining haqiqiy og'irligi me'yoriy og'irlik o'lchamlaridan ortiq bo'lsa, lekin keltirilgan birliklardan yuqori bo'lmasa, bu holda transport vositasi quyidagilarga rioya qilishi sharti bilan o'tkazib yuborilishi mumkin. Sun'iy inshootlarda harakatlanayotganda u yerda boshqa transport vositalari bo'lmasligi kerak. Yuk ortilgan transport vositasi yo'l qatnov qismining o'qi bo'yicha 10 km/soatdan yuqori bo'lmagan tezlik bilan harakatlanishi kerak. Og'irligi me'yordan yuqori bo'lgan transport vositasini sun'iy inshootdan xavfsiz va beto'xtov o'tkazish uchun uning sun'iy inshoot o'qi bo'yicha 10 km/soatdan ortiq bo'lmagan tezlikda bir tekisda to'xtamasdan harakatlanishi ta'minlanishi kerak. Transport vositasining sun'iy inshoot orqali harakatlanishi faqat sun'iy inshootdan foydalanuvchi tashkilot bilan kelishilgan holda, uning tagidan o'tayotgan barcha transport vositalarining harakati vaqtinchalik to'xtatilgandan keyin amalga oshiriladi.
me'yordan ortiq yuk ortilgan transport vositasini sun'iy inshootdan o'tkazish vaqtida boshqa transport vositalari va piyodalarning harakati taqiqlanadi. Majburiy to'xtash ro'y bergan hollarda transport vositasini sun'iy inshootdan zudlik bilan olish choralarini ko'rish kerak. Transport vositasining orqa tomonida boshqariladigan buriluvchi tirkama bo'lgan hollarda uning operatori va tortuvchi avtomobil haydovchisi o'rtasida ishonchli radio yoki telefon aloqasi mavjud bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.